Bola tarbiyasi. Jamiyatimizda bolalar tarbiyasichalik e'tiborsiz qolgan masala deyarli yo'q. Shuning uchun ham biz kun sayin har jihatdan orqaga ketyapmiz desak, yanglish bo'lmaydi. Bolalar tarbiyasidagi kamchiliklar shu qadar ko'pki, qaysi tomondan gap boshlashni bilmay qolasiz. Moddiy tarbiya deysizmi yoki ma'naviy tarbiya, har ikkisi ham tarbiya qonunlariga zid holatlariga to'la. Biz tarbiyaga yetarli ahamiyat bermadik. Holbuki payg'ambarimiz ilm ikki xil, badan ilmi va din ilmi deb jismoniy tarbiyani ma'naviy tarbiyadan ajratib ko'rsatganlar. O'tmishda xalqimiz jismoniy tarbiyaga katta e'tibor bergan. Harbiy tayyorgarlik bizda ustuvor bo'lgan. Tarixiy manbalarda turklar ot ustida yashagan, ot ustida uxlagan va hatto ot ustida jon bergan degan so'zlar bejiz yozilmagan. Bu bizda jismoniy tarbiya qanchalik yuqori darajada bo'lganini ko'rsatadi. Bugun esa bu holat butunlay o'zgargan. Harbiylik u yoqda tursin, bolalarimiz hatto eng oddiy jismoniy tarbiyadan ham mahrum. Ularni beshikka mahkam bog'lab qo'yish, bolani uxlatish uchun tinimsiz tebratish hali to'liq shakllanmagan miyasiga zarar yetkazishdan boshqa narsa emas. Ovqat masalasida ham ahvol shunday. Bolalarning cho'ntagini doim shirinlik bilan to'ldirib yurish, qo'liga tushganini yedirish sog'lik uchun zararli ekani hammaga ma'lum. Ovqatlanish vaqti belgilamaslik hazmni buzadi, tanani zaiflashtiradi, bolani erkatoy va injiq qilib qo'yadi. Bu esa nafaqat jismoniy, balki ma'naviy tarbiyaga ham putur yetkazadi. Shu noto'g'ri tarbiya oqibatida ochko'z, erka, irodasiz bolalar voyaga yetmoqda. Oyoq qo'li qiyshaygan, qomati buzilgan bolalar ham ana shunday parvarishning natijasidir. Ma'naviy tarbiya masalasida esa holat yanada achinarli. Bolalarni qo'rqitish uchun aytiladigan ola po'stak keladi, ola buji olib ketadi, bo'lmasa rusga berib yuboramiz kabi so'zlar bolalar ongida o'chmas iz qoldiradi. Bu qo'rquvlar keyinchalik jamiyatda ham o'z aksini topadi. Bugun ham o'z huquqimizni to'liq talab qila olmayotganimiz, begonalar oldida o'zimizni past tutishimiz ana shu tarbiyaning oqibatidir. Hali hanuz ayrimlar chet ellikdan, begona millatdan cho'chiydi. Ularga ortiqcha hurmat ko'rsatadi. Hatto bir idorada begona millat vakili bo'lsa, ayrimlar ichkariga kirishga jur'at eta olmaydi. Bu kichik masala emas, balki millat ruhiyatidagi chuqur jarohatdir. Ko'chada bolalarimiz begona millat vakilini ko'rsa qochadi. Ba'zilari esa ularga o'yinchoq bo'lib qoladi. Inqilob bergan tenglikdan foydalana olmasligimizning sababi ham ana shu noto'g'ri tarbiyadir. Sut bilan kirgan narsa jon bilan chiqadi degan naql bejiz aytilmagan. Agar biz bugun bu eski, zararli tarbiyadan voz kechib, sog'lom fikrli, dadil, mustaqil avlodni tarbiyalashga kirishmasak, kelajak avlod ham shu ahvolda qoladi. Bu mas'uliyat avvalo ota-onalar va muallimlar zimmasidadir. Zero bugungi bolalar ertangi adolatli, teng huquqli jamiyatning haqiqiy egalari bo'lishi lozim. Vadud Mahmud.